Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sexdan video qilyapmiz. Gazablo sexidan. Ko'rishinglar mumkin, mana yangi tiniq holatda qishlar chiqishni boshladi. Realisni bu yoqqacha qo'shganmiz, joy yetmagani uchun mana ko'rishinglar mumkin. Nog'ishlar tagigacha tiniq qilib kesilyapti. Hop, bu yoqda zakazga tayyorlanyapti g'ishlar. Mana 2 bosqichli sushilkada pishib chiqadi g'ishlar. Mana bu yoqdan quyib kirgizib yuboriladi. Avtomat reskada bu yoqda kesib turib, kechasi bu yoqqa tiqib yuboriladi. Уже soat hozir abadga 12:30 bo'ldi. Ikkala tarafini ochib yuborishgan. Polni g'ishlar bo'shab, ichkarida 5-6 qolib qolgan. Endi bu yoqdan quyib turib, kechasi 9-10 da tiqib yuboriladi. Ertalab 8 gacha dimlanadi, pishadi. Gradus 70 dan 100 gradusgacha chiqadi. Xo'p, shu gradusda dimlanadi g'ishlar. Manzilda aytib o'tmayapmiz. Manzilda aytib o'tsa, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Zarken Kuriyda. G'ishlarni holati avtomat reskalarda kesiladi, idealni chiqib beradi g'ishlar. Xo'p, bu yoqda po'klarimiz ham yetib keldi. Po'klarda ichi to'xtalish bo'ladi. Palistira bo'ladi. Po'klari bular tayyor holatda, dona-dona, marjon pachaqlarni chachilib ketmagan. Tayyor holatda keladi. Hozir palistira bo'ladi ham ko'rsatamiz. Hop, mana bu yoqda g'ishlar holati ko'rishinglar mumkin. Polni. Hop, 1 2 3 4 5 6 7 qolib qopti. Bular kechaga hozir olib chiqib terib yuboriladi, yana paddoniga quyiladi. Bu yoqda avtomat reska 3 xil razmerda kesib beradi. 12, 15, 20 gacha kesib beradi. Ag'a ketaveradi 20 ga, yana o'ttada bittasini olib bersiz 40 ag'a ketaveradi. 1 metr, 2 metr qilib ham. Splashni ham kerak bo'lsa kimlarga kesib yuboraveradi. Xo'p, bu yoqda mana sushilka qurilish ajali. Mana hozir qoliplar yog'lanyapti. Bijir-bijir qo'yib qo'yamiz yuziga. Xo'p, mana g'ishlar yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. G'ishlar shu gradusda 70-80% qurib chiqadi. Mana ko'rinishi nam turadi. Nimagaki o'zini paraga o'zi quriydi. O'zini paraga deganim, parini tashqariga havoga chiqarib yubormaydi. Dimlab qo'yamiz, o'sha pushka yoqib